Yunusobod tumani 17-kvartalga kelganmiz. Juda ham yaxshi lokatsiyadan 3 xonali birinchi qavatdan xonadonimizga chiqqan. Sizlarga orientir tushuntiraman, ko'rishingiz mumkin. Shuna to'g'rida sayram chorrahasi bo'ladi. Sayram chorrahasidan to'g'ri kanechga qarab ketaverishingizda yo'ldan birinchi dom bo'ladi. Uy maydoni 78 kvadratdan iborat 5 qavatli domimizning birinchi qavatida joylashgan 3 xonali xonadonimiz. Orqa oldi agarodlari bor va kattagina podvali ham bor. Narxini sizlarga aytib o'taman, narxi $80.900 qo'yilgan o'rtoqlar. Kimga qiziq bo'lsa pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan birinchi qavatdan uy qidirayotgan tanishinglarga albatta videoni jo'natib qo'yinglar, like bosib esinglardan chiqmasin va albatta Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi esa uyimizning to'liq obzorini ko'rib chiqamiz. Qani ketdi. Главный podyezddan kiraverish eshigimiz, kattagina mana koridorimiz bor. Hop, kirishimiz bilan chap qo'limizda kattagina zalimiz mana ko'rayotganingizdek. Zalimiz ham remontlar yaxshi holatda. Hop, o'ng qo'limizda bitta spalniy xonamiz mana ko'rayotganingizdek. Keyingi xonamizga yana bitta kattagina spalniy xonamiz. Hop, hammom tualet razdelniy ko'rayotganingizdek mana. Sanuzul kirmoshniga joylab tashlab ketilgan. Hop, bu yoqda mana hojatxonasi, umumiylarga joylar tashlab ketilgan. Hop, bu yoq tomon stolovoy qilib, oshxonani kattagina prostranstvo qilib qo'yishgan, bemalol bu yerda divanli zona qilib o'tirib ovqatlansanglar bo'ladi. Bu yoqda balkonli zonamiz, balkonimiz ham 2 ga 6 bo'ladi, ko'rayotganingizdek, kerakli aksessuarlari bor. Bu yoqda ikkita xonadon bitta bo'lgan, buni отдельный qilib, buni g'ishtirishgan. Bu yoq tomonda mana kattagina огород bor, ko'rayotganingizdek, juda ham katta огород o'rtoqlar. Mana, огород juda ham katta. Bu yoqdan eshik ochib yuboradigan bo'lsanglar, bo'ldi. Naryoq taraf уже kattagina огородda o'tirib ovqatlansa bo'ladigan joy qilsanglar bo'ladi, barbekyu zona qilib. Hamma yoqda akvaromlari bor, rushotkalari bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan birinchi etajdan xonadon qidirayotgan tanishinglarga albatta videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosib esinglardan chiqmasin. Uy-chuy, sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.